bundaq sig'irib qolgan avvalni o'ngishma chaqanda avval kelib chiqadi deganda yupurmoq sig'irib ketsa, yupurmoq bu quyosh nuri orqali mushun tarkibidagi namlik bilan fotosintez roli deydigan bir rol bor. Qanqa zo'ying deymiz. Mush rolni yaxshi o'tanmay, mushu yıldızga, meyvege lazım bo'lgan karbon suv birikmasi degan ozuqni ishlab chiqarmaydi. Shundan bilan buni ishlab chiqarmaydi degan gap, bu karbon suv birikmalari mush meyvege yig'iladigan qandni barpo qiladigan narsa. Agar mush yupurmoq sog'lom bo'lmay qolsa, meyve tamsizib qoladi. Hatta qo'rda to'kilib ketadi. Shuning uchun yupurmoqni sog'lom bo'lishi chiqarish kerak degan emas, meyvening sifatli bo'lishida intayin muhim ahamiyatga ega bo'lishi bilan birga yıldızga kerak bo'lgan ozuqni shu kun nuri orqali ishlab beradi. Kun nuri orqali ishlab chiqarilgan, yupurmoqlar ishlab chiqarilgan o'g'it yıldızga boradi, yıldız taraqqiladi, yıldız taraqqilib yer ostidan namlik va ozuqni chimirib yupurmoq ustiga yer yetib beradi. Bu mata almish orqali hujayralar bo'linib paydo bo'lgan narsa, taraqqiyot paydo bo'ladi. Ham shunga hammamiz anglaymiz bu narsani, ma'quldaymiz. Emniyetde itibar vermeyimiz. Hem bunun deyken qanday qilamiz? Bunun deyken mushunda o'rgangan, mushunda anglagan narsani moqlaqdan chiqarib etmay, bir ishlab chiqish jarayonida İbrahim degan adam mushunda bir da'vat etdi. Men mush o'qitni chirtib beray. Men mush o'qitni to'p bilan aralashtirib beray. Men mush o'qitni daraxtni yiroqroq beray. Yupurmoq ustidan yoki yıldızdan ko'p ilmiy birikma o'qitlarni shu bilan birga qo'shib beray. Yoki yupurmoqni chechib beray. Degan ishni emniyat ozroq ijro qilsak, birisi oz mablag' bilan bu ishni hal qilib bo'ladi. Shunga bizningki maqsadimiz nima deganda az mablag' bilan ko'proq manfaatga erishish. Oji qo'ymaslik, bak to'ydirib, mo'ng'shay qo'zoqni yo'g'intatmaslik. Mush prinsipda turish kerak.